Assalomu alaykum hammaga qadrli yurtdoshlar. Mana bu manzarani qaranglar. Mana go'zallik. Kimga mana kipars kerak bo'ladigan bo'lsa, italyanskiy tinib turishini qaranglar, tanaligi. 1,5 metr. 1 metrdan boshlab 1,5 metrga doğru ko'chatlari bor mana. Zakaz beraverasizlar. Mana ularni qaranglar. Asa ekishga qulay tuvaylari bilan tayyor. Mana italyanskiy, arizonskiy kiparslar. Kuzga doğru 2 metr bo'ladi bular. Holatini ko'rib baho beringlar. Juda ham zich, juda tikka, chiroyli holatda katta bo'lgan. Bu yerda ham mana boshqa manzarali archalar, sensalari, kustanliklar. Bu sara barglik g'ujum deb ham qo'yadi, g'ujum. Sadda qayrag'och mana ko'chatlari. Bular ham uyg'onishga kelib qoldi, rosa ekishga qulay mana. Kulollarda. Bu yerda mana skumpiyalar, skumpiyani ko'chatlari, tuya gold, shamshotlar bor mana, bravo. Hammasi italyanskiy. Bu yerda mana hop magnoliyalar mana. Fatiniyalar ko'chatlari, nandini ko'chatlari. Hop leylander, limonoviy mana. Juda ham hid beradigan archa. Bu yerda mana magnolia little gin, magnolia grande flora ko'chatlari bor. Qadrli obunachilar, bitta videoga like bosib, hamma tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.